videoni oxirigacha ko'ring va kelajagga yetib borish uchun maksimal darajada tarqating. Men Hayit Ulug'bek Hayratovich, Samarqand viloyati Payariq tumanida istiqomat qilaman. Ushbu tumanda Azimxon Texnostroj MChJ bizda ta'sischi bo'laman. Bu MChJimiz ko'p qavatli imoratlarni quradi. 2025-yilning 26-may kuni menga nisbatan Payariq tuman departamenti tomonidan qasddan jinoiy ish qo'zg'atilgan. 5 nafar uy olgan fuqarolarni aldab, majburlab ariza yozdirgan menga nisbatan. Bu arizachilar tergovning boshidan qaytib ketishdi, o'z arizasini qaytarib olishdi, chunki ularni uyiga borib, apteka do'konlariga borib qo'rqitib yozdirishgan ularga. Shu bilan Payariq tuman ichki ishlar bo'limida tergovimiz 2 marta to'xtatilgan va nima sabablarga ko'raki yana boshqalardan qaytadan ochildi. Bu davrda jabrlanuvchilar bo'lmagan. Jinoiy ishimiz Payariq tumanida o'z isbotini topmagandan keyin nima sabablargadir ko'ra Samarqand viloyati hududida boshqalardan tergov ishlari harakatlari boshlandi. Unda tergovchi A. Xayrullayev meni boshidan so'roq qilib boshladi va hech qanday jinoiy asos topolmagandan so'ng Davlat soliq xizmatidan, soliq idorasidan har revizorlar chaqirgizib, qurilish firmamizga tekshiruv tayinladi va qasddan birgalashib har xil bo'xton soliqlarni meni to'lolmay deb juda katta soliqlar chiqardi. Lekin bu chiqargan soliqlar menga nisbatan noqonuniy qo'yilgan, chunki men hisoblashi. Men ta'sischi bo'lsam-da, lekin menga juda katta foyda solig'i chiqarilgan. Hali uylar sotilmagan, qurib bitkazilmagan domlarimiz bor. O'sha qurib bitkazilmagan domlarga ham foyda solig'i to'latgan, hisoblashgan. Va tergovimiz tugagandan keyin tergovchi har xil ayblovlar bilan sudga o'tkazdi delamizni. Va Payariq tumani sudyasi Olmasov bizni sudimizda olib bordi va 6 oy sud o'tkazdirib, hech qanday o'zgarishsiz tergovchi qanday ayblov xulosasini yozgan bo'lsa, o'sha ayblov xulosasini shunday ko'chirib hukm chiqardi menga nisbatan. Bir-biriga zid ravishda. 184 moddani ham qo'ydi, 168-moddani ham qo'ygan, bir-biriga zid bo'lgan ravishda, zid bo'lgan moddalarni va hukm chiqardi. Payariq tumanidagi sudya Olmasov bizni iltimosnomalarimizni hammasini rad qildi. Keltirgan isbot dalillarimizdan barchasini inobatga olmay, qanday hukm xohlaganda hukm chiqardi o'zi. Va hozir bizlar apellyatsiya shikoyatini berganmiz. Apellyatsiya sudimizdan hozir Samarqand viloyatida bo'lib o'tmoqda. Sudya Zayniddin To'rayev olib bormoqda va Zayniddin To'rayev ham xuddi Olmasov qilgan ishlarni qilmoqda. Chunki biz kecha 6-iyun 2026-yil kuni bo'lib o'tgan sudimizda guvoh tariqasida chaqirilgan Payariq tuman soliq inspektori G'ayrat Niyozov va Sherzod Turopovlarni so'roq qilganimizda umuman yolg'on ko'rsatmalar berishdi soliqchilar. Berilgan ko'rsatmalar hammasi yolg'on bo'lsa-da, sudya Zayniddin To'rayev bularga ko'z yumib xizmat vakolatini suiiste'mol qilmoqda. Chunki buni sababi biz savolimizda aniq dalillar bilan keltirdik, hujjatlar bilan. Dalolatnoma qachon tuzilganligini so'raganimizda 4-aprel 2025-yil soliqchilar tomonidan dalolatnoma tuzilib, menga nisbatan juda katta miqdorda soliq hisoblangan, ta'sischi bo'lsam-da, 919 million soliq hisoblangan. Bitta tadbirkor uchun 919 million foyda qilish juda qiyin. Biz soliqchiga bu foyda solig'ini qanday hisoblaring deb bergan savolimizga soliqchi shunday javob berdiki, soliqchi G'ayrat Niyozovga bergan savolimizga soliqchi tergovchi A. Xayrullayev tomonidan o'tkazilgan so'roqlarni asos qilib hamda tergovchi tomonidan mutaxassislarni jalb qilib, ularni nazorat o'lchov xulosalaridan foydalanib soliq hisoblaganligini bildirib o'tdi. Vaholanki bu tergovchi tomonidan qilingan so'roqlar 2025-yil avgust oyining 29-30 avgust kunlari va 4-9 va 11-sentyabr 2025-kuni o'tkazilgan. Bu yerda O'zbekistonda birinchi tadbirkorga nisbatan soliq hisoblanib, keyin tekshiruv va tergov o'tkaziladimi? Keyingi savolimizga soliqchi G'ayrat Niyozov mutaxassis jalb qilinib, ularni nazorat o'lchov xulosasiga qarab foyda soliq hisobladim deb javob berdi. Lekin bu mutaxassis tomonidan yozilgan dalolatnomasi 9-oktyabr 2025-yil soliqchining foyda solig'ini tuzgan dalolatnomasidan 2 oydan so'ng chiqarilgan. Soliqchining dalolatnomasi 4-avgust 2025-yil tuzilgan bo'lsa, mutaxassis xulosasi 9-oktyabr 2025-yilda berilgan bo'lsa, tergovchi tomonidan
Bu qanday hisoblangan? Mantiqqa ham to'g'ri kelmayapti. Hech qanday hisobini olib bo'lmayapti buni. Senga nisbatan 4-avgust 2025-yil dalolatnoma tuzilib soliq hisoblangan. Mantiqqa umuman to'g'ri kelmaydi, chunki mutaxassis tomonidan o'lchov nazorati 9-oktyabr kuni dalolatnomasi yozilgan. 2 oydan so'ng. Soliqchi tomonidan mana shunday javoblar qaytarilgan bo'lsa-da, bizlar aniq dalillar, hujjatlar bilan taqdim qilsak-da, sudya Zayniddin To'rayev bunga ko'z yumib bizlarni ekspertiza xulosasiga tayinlashimizda rad qildi va rad javobini berdi. Bu yerda adolat qani? Bu yerda sudyaning ham qarori noto'g'ri bo'lyapti. Bu qasddan qilingan soliqchini dalolatnomasini sudya qo'llab-quvvatlayapti. Davlatimiz rahbari tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab turgan bir paytda sudya va soliqchilarning bu qilgan ishlarini siz qanday baholaysiz? Ushbu murojaatnoma haqidagi to'liq ma'lumotlarni video tagiga to'liq yozib ketaman. To'liq o'qib chiqing va kerakli joyga maksimal tarqating. Respublikamizdagi bitta soliqchining juda katta qonunga xilof qilgan xatosi uchun mana shu MCH tomonidan qurilgan 94-uyimizga hali qurilish yakunlanmagan bo'lsa-da, kadastr chiqmagan bo'lsa-da, juda katta 919 million miqdorda foyda solig'i ta'sischiga hisoblagan. Tergovchi Ahvar Xayrullayev va Samarqand davlat soliq inspektori G'ayrat Niyozovlar tomonidan ushbu Azimxon Texnostroy MCH tomonidan qurilgan 94-uyimizda hali qurilish yakunlanmagan bo'lsa-da, kadastr hujjatlari chiqmagan bo'lsa-da, juda katta miqdorda noqonuniy soliq hisoblashdi. Payariq tuman jinoyat sudida bo'lib o'tgan sudda G'ayrat Niyozovga berilgan savolimizda bu ushbu 94-uyda to'liq bitgan, kadastri chiqqan deb soliq hisoblaganini aytib o'tdi. Vaholanki bu ko'rib turganingizdek hech qanday hali qurilish tugallanmagan, kadastr hujjatlari mavjud emas. Bu holatga sudya Olmasov qonuniy baho bermasa-da, sud zalida qatnashayotgan prokuratura xodimlari va prokurorimiz tadbirkorlarni himoya qilish uchun o'z protezini kiritdi. Buning uchun ularga men katta rahmat aytaman. Samarqand viloyatida bo'lib o'tayotgan apellyatsiya sudimizda sudya Zayniddin To'rayev prokuratura tomonidan kiritilgan protezni hech qanday muhokama qilmasdan o'zi xohlaganday kechagi sudimizda 6-iyun 2026 kuni bo'lib o'tgan sudimizda guvoh davlat soliq inspektori G'ayrat Niyozovni so'roq qilishimiz davomida hali savollarimiz bo'lsa-da, savollarimiz oxiriga yetmasdan guvohga javob beriladi va ikkinchi asosiy guvoh Sherzod Turopovni sud zalida tashqarida kutib turgan bo'lsa-da, u kishini chaqirishni lozim topmadi va sudni to'xtatdi va bizning iltimosnomalarimizni rad etdi. Sud zalida so'roq qilinadigan soliqchi G'ayrat Niyozovga bergan savolimizda Azimxon Texnostroy MCH tomonidan qurilgan 72-uyimizni qanday soliq hisoblaganligini so'raganimizda, chunki u 72 Azimxon Texnostroy tomonidan qurilgan 72-uyimiz hech qanday o'lchov nazoratidan o'tmagan mutaxassis tomonidan va hech qanday javob ola olmadik ushbu savolimizga. Soliqchi G'ayrat Niyozov bunga tergovchi tomonidan so'roq qilingan fuqarolarning bergan bayonotidan olganman deb javob berdi. Biroq tergovchi tomonidan so'roq qilingan ushbu 17 nafar 72-uyda istiqomat qiluvchi xonadon egalaridan bizlar ham borib so'raganimizda tergovchi tomonidan hech qanday so'roq qilinmaganligi, ular tergovga jalb qilinmaganligini aytib o'tishdi va buni hujjatlar bilan biz keltirib o'tdik. So'roq qilinayotgan soliqchi G'ayrat Niyozovning ko'rsatmalarini, yolg'on va noqonuniy ko'rsatmalariga sudya Zayniddin To'rayev hech qanday qonuniy baho bermayapti va bizning iltimosnomalarimizni ekspertiza tayinlash iltimosnomalarimizni rad qilyapti. Shu sababli bizlar kimga murojaat qilishimizni, nima qilishimizni bilmay boshimiz qotgan. Endi shunda kutib qolamizki, endigi sud instansiyalarida sudyalarga insof berib, qonuniy, adolatli olib boradi degan umiddamiz. Ushbu sud ishi Oliy sudgacha yetib borishi uchun va adolatli qaror chiqarishligi uchun biz sizlardan yordam so'rab qolamiz.